Mana shunaqangi elektronika do'konini ochish necha pulga tushadi hosilalar bilan birgalikda bilib olamiz. Tanishinglar Javlon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bunaqa do'kon ochishga necha pul ketadi? Taxminan 350-400 ming atrofida bo'lgan. O'zi nimaga aynan sizdan olishlari kerak? Texnikani degan savolga nima deb javob bergan? Unikal предложение, haligi hech qayerda bo'lmaydigan taklif nima? Bizda birinchi navbatda keling, agar Apple mahsulotlaridan boshlaydigan bo'lsak, misol uchun bozorga boradigan bo'lsangiz, Apple mahsulotlarini ochilgani qayta qadoqlanganini ko'pchilik aniqlolmaydi va o'sha plombaga qarab turib bu yangi mahsulot ekan deb sotib oladi. Men aytmoqchi emasman, u yerda ishlatilgan mahsulot sotiladi. Bir xil mahsulotlar ochib olib kiriladi O'zbekistonga nalogdan qochish uchun. Biz hozirgi kunda unaqa foydada o'tirmayapmiz. Kerak bo'lsa zararga ham ishlayapmiz, lekin maqsadimiz O'zbekistonda bo'larkan-ku degan brend ochish. Mana bunaqa qadoqlangan MacBooklar bor. Mana shu qadoqlangan MacBook aynan Apple do'konidan chiqib hech qayerga uchramay to'g'ri bizning do'konimizga yetib kelganligini zavoddan to'g'ri sizga. Shunaqa. Ovoz yo'nalishida ovoz rejissyorman va o'zimga o'xshagan professional insonlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildim. Ya'ni bizda bunaqa professional video mahsulotlar ham bor. Professional audio, professional video, professional PC va professional Apple mahsulotlari bitta do'konda jamlangan. Biz tepaga ikkinchi etajga chiqyapmiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Hech qachon rejalarni hech kimga ko'rsatish kerak emas. Demak, bu yerda ko'proq biz brainstorm bilan shug'ullanamiz. Bu xonaga kiritib olmayman faqat. Bitta tochkani ikkita, uchta qilishmisizda yoki yonida yo'q, o'zini studiyasi, o'zini production. Hozirgi jarayonda faqatgina yaxshi brend yaratish. Manzilga yetib o'tasizmi? Manzil Alfraganus savdo markazi shundoq eng asosiy kirishini shundoq o'ng tarafida joylashganmiz. Obzor yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar, o'rtoqlar. Rahmat.